Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli Maqsad Sarmo obunachilari, chorvador do'stlar. Eski obunachilarimiz, eskidan kuzatib yuradiganlar biladi. Bizda uyimizda qo'shimcha shu parrandalar bilan shug'ullanardik. Mana 1 yil xizmat safarlariga borib kelib, xudo xolasa Rossiyaga borib qaytib kelgandan keyin xudo xolasa shu 1 yil davomida haligi dakamni tovuqlarni sekin-sekin so'ydik, berdik jiyanlarga. Shunaqa qilib ozaytirib 5-ta qora tovuq qilib qo'ydik-da. Endi bundan buyog'i urg'uni chorvaga berdik. Xudo xolasa shu mol qilib, bir chiroyli qilib, joylarni qilib harakat qilmoqchimiz. Bu videoni qilishimdan maqsad kerakli deb o'ylayman. Bitta novvos olib baqqan foydami, sigir olib baqqan foydami, keyin internetdan mol olib baraka topsa bo'ladimi, shularni men boshimdan o'tganini sizlarga tushuntirib bermoqchiman. Hurmatli chorvaga qiziqishi bor akalar, ukalar. Endi bizni kanallarda ayol kishilar ham ko'p kuzatadi. Biz bilasizlar, ehson yo'nalishida yurardik oldin. Hozir endi sababi tirikchilik shu Rossiyalarga borib ishlab keldik. Rossiyaga yurgan paytimda shu sentyabrda oxirida kamera qizib ketib o'chib qoldi. Oxirida shu 25-sentyabrda bir shu Farg'ona oblasti tomonidan kimligini aytmay qo'yray, shu mol olib kelib sotadiganlardan internetda ko'rib semental deb sotishgan, lekin u Greyford bo'lib chiqdi. Bir necha marta "Ama sementalmi?" desam, endi bu videoda boshqacha ko'rinar ekan. Keyin videoda katta ko'rinar ekan mollar. Olganmiz. Kichkinagina buzoqcha kelgan. Lekin Greyford bo'lib chiqdi. Alloh barakasini bersa hech narsa emas. Biz endi shu xunajin qilib zotga olamiz deb atay qimmatroq bo'lsa ham oluvdik bu molni. Greyford ekan. Lekin hozir 25-sentyabr olgan bo'lsa, hozir iyul oyini oxirlayotgan bo'lsa, 10 oy baqibmiz. Endi 10 oy yem yegan yo'q, prosta bir yem yalatib turildi. Internetda ko'ryapmiz. Faqat silos bilan kepay yeb turibdi deyapti. Bilmayman qanchalik rost, lekin silos bilan kepayda ular aytganchalik semirib ketmaydi. Mana shuni hozir bir 3-4 oydan beri normalni yedirildi. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Haligi olgan paytimda videoni ham qo'yib ketaman. Qanchalik ekan. Hozirgi kunda bu molimiz mana shu Greyford novvosdi 22 million 500 ming so'mga olganmiz, dastavka qilib berishgan. Kichkinagina buzoqcha edi, ammo zo'r semirdi, xudoga shukr. Bugun qani novvosdan foyda bormi yo'qmi? Ammo zo'r katta bo'ldi. Endi uydagilarga ham, mana onam, ayolim shu mollarga qarashdi. Maqsad manaqa xunajinchalardan qilib, bo'g'oz qilib ko'paytirish niyat bor. Lekin zo'r katta bo'ldi, o'ta yuvosh, yeb ichishi zo'r bo'ldi. Qani 10 oy ichida bizga foyda qoladimi, qolmaydimi? Xudo xolasa foyda qoladi deyapmiz. Lekin shu semental bo'lganda bundan ancha bo'ylari o'sardi. Buni bo'yi uncha o'smadi-da. O'sdi-yu, lekin sementalchari o'sib ketmaydi ekan. O'shaning uchun Shuning uchun bugun Xudo xohlasa qassoblar keladi. Sizlar hozir ko'rsatib qo'yapman. Olganimda bor, примерно bir 3 oylik buzoqcha edinganda bu. Lekin sutga to'ygan, pompoq. Keyin yana bitta minusi bor, aytib ketaman, yashirmayman. Hurmatli jigarlar, buni olgan paytimizda shunaqa tumaloqqan edi. Olib kelgandan keyin ichki tashqi parazitlariga emlatamiz deb ukol qilganimizda azze badanidan suv chiqib ketdi. Keyin doktor aytdiki, buni
haligi ishiradigan ukollari bo'lar ekan, shunaqa qilingan ekan aka. Hozir bunga hech narsa qilib bo'lmaydi dedi. Keyin lekin men o'yladim, endi dami chiqib ketarmikan, ozib ketar shekilsam, yo'q, unaqa ozib ketmadi-yu, lekin emlat olmadi o'sha paytda. Lekin Xudoga shukr, Alloh saqladi, kasal bo'lmadi, shunchalik baxtli. 10 oy turdi shu buzoqcha, biznikida 10 oy turdi-da, mana bugun Alloh nasib qilsa, kechga olib ketishadi. Mana hozir hech narsa bermaylar dedi. Olib borib turib, o'zim jiyanim qassob anaqa. Biz Taroziga emas, nima deydi? Tribesga emas, shunday go'shtini tortib beramiz. Nech puldan kelishilgan, ularni ham aytaman, hali kelishmadim jiyanim bilan. U singlim o'g'li. Orindirmaydi, xudo xolasa. Mana. Semirgani yaxshi. Men o'zim yeyapti boshqa-yu, lekin men o'zim dalchi boqishdiki hojati yo'q deyapman. Birinchidan issiqdi kunida, ikkinchidan mana bo'ynilari ham tashov bo'lib ketgan mana. Ammo zo'r semirar ekan bular. Keyin beg'am bo'lar ekan. Har ehtimolga qarshi ikki tomonga baylab qo'yganmiz, lekin bitta ipda ham turaveradigan mol ekanda. Qisqasi, videoni kuzatib tursalaringiz, xudo xolasa bugun olib ketishadi. Keyin so'yilgandan keyin nech kilo go'sht qildi. Endi nech pul yeganini aytib bera olmayman, chunki men bo'lmaganman. Общий olinavergan yemlar berib turishavergan. Oxirgi shu 2 oy yaxshi chiqaldi-da bu. Lekin bu kun isib ketgandan keyin jicha orqaga ketdi bu. Jicha tashadi. Mana orqa tomondan ko'rsatsak, sizlarga qanday ko'rinyapti bilmayman. Mana kuzatib turinglar, ko'p gapirib odam zeriktirmaydi. Xudo xolasa qassoblar kelib olib ketayotganida keyin tortib, nech pul bo'lganini sizlarga aytaman. Aytmoqchimanki, u mol bilan shug'ullanadigan akalar ham kimdandir oladi-da baribir. Kimdir Rossiyadan o'zib keladi, kimdir chetdan oladi. Lekin hushyor bo'lishimiz kerak ekan. Aytaman, mana shu yerda ukol qilganda suv chiqib ketgan, suv. Menga video qilib ko'rsatishgan men Rossiyadaligimda. Onun uchun juda ham hushyor bo'ling. Iloji boricha hurmatli do'stlar, ko'rib olinglar mollar. Ko'zingiz bilan ko'rganingiz baribir boshqa ekan. U videoda katta ko'rinar ekan. Ya'ni blogerlar ham videoni katta qilib ko'rsatsa ham bo'ladi, boricha ko'rsatsa ham bo'ladi. Shu bloger aka-ukalarimizga ham iltimos qilamiz. Shu odamlar sizlarning sabablaringizdan kuyib qolmasin-da, boricha olib beringlar. Uni reklamaga boradi, to'g'ri, tirishchiligi, lekin boricha beringlar. O'shunda sizlarga ham nima deydi? Aybdor bo'lib qolmaysizlar. Chunki siz katta qilib ekran yaqinlashtirib olib beradigan bo'lsangiz, siz ham shu ziyoniga sababchi bo'lib qolasiz-da. Hushyor bo'linglar. Bo'lmasam kuzatib turinglar, xudo xolasa so'yiladi. Endi so'yilgan jarayonni ola olmaymiz, chunki qonni videoda ko'rsatish mumkin emas. Kilo tortgan, go'shtni tortayotganlarini olib ko'rsatamiz. Voy, boşab ketdimi? Bizga nima qilyapti shekilli? Acheli o'zi oldi. Bir chachib oladi. Bo'l, bitta oldiga oling. Ha, jonivor, rozi bo'ling menga. Mana kecha bo'lganmiz, o'sha kilosi 261 kilo 600. 3 million.
Mana hurmatli egallar, novvosimizning go'shini sotayotgan qassobxona Andijon viloyati Bo'z tumanida Mesko do'konida, Abdullajon do'konida. Juda ham chiroyli go'shtlar. Mana shu Greyfortimizni go'shtlari. Xudo xolasa necha kilo chiqdi Abdullajon? 241,5 kilo. 241,5 kilo chiqdi. Alloh barakasini bersin. Bo'zlikda kelaverasizlar, go'shtlarning eng asal joyi. Hali sonlari ham turibdi. Sonlar turibdi. Kelaverasizlar. Ertaga jumaga chiqqan ham olaverammi? Xo'p. Jumaga ham bo'ladi. Kelaverasizlar. Shogird bolalar xizmatda. Chorva baqqan hech qachon kam bo'lmaydi. Xudo xohlasa, hech bo'lmasa pulingizni to'plab olganingiz qoladi. Erta sahar turib molga qarasiz, erta turganingiz qoladi. Hammaga omad, qo'llab-quvvatlab turinglar.